Men 2 kundan beri Yandex'ga 23 mingimni klientdan olib bering desam, 23 soatga meni blokladi. Yetmaganiga men yozdim-da, nima uchun bunaqa qildinglar desam, keyingi storyda aytaman, ko'ringlar. Damo yoqib kelaman-u, endi qaranglar, men bloklandim-da, sababini tushuntirib beraylik deyapman. Oxirida yozib yuborganini qaranglar. Ilovani ma'lumotga qayri soxtalashtirganmishman. Men soxtalashtiribman. Zo'r bahona. Sizlarga savol, soxtalashtiribman. Men shu manaqani 23 minglik klientni hal qilib beringlar desam, Yandex menga blok qilib, siz soxtalashtiribsiz degan javob bilan bloklagani hammaga ma'lum. Rahmat kattakon. Ko'nglim shunaqa darajada qoldi. Ishlatmaydigan darajada bo'lib qolyapti-da. Majbur uzoqlarga ketib qolgan paytimiz baribir yoqib qo'yamiz, lekin mana shunaqa qoldiraveraylik ko'nglimizni, zo'r bo'ladi. Bu yana ham ana klientlar emas, bizani ham o'ylaylar, biz ham haydovchimiz, aldanaverib jonimizga tegdi. Iltimos 23 mingimni olib beringlar deganga 23 soat bloklanishi вообще молодец, Yandex qanog'iga qoyilligim bor. Настроениямni 0 qilib tashladi bugun, 0.